Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Kirib kelayotgan Qadr kechasi barchangizga muborak bo'lsin. Bugungi darsimizda Qadr kechasi 2026-yil qaysi kunga to'g'ri kelishini hamda Qadr kechasida qilinadigan ibodatlar haqida batafsil gaplashamiz. Videoni ko'proq insonlarga yetib borishi uchun like bosib qo'yishni unutmang. Qani, ketdik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Qadr kechasini Ramazon oyining oxirgi 10 kunligidan qidiringlar. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyati. Demak, Qadr kechasini aniq topmoqchi bo'lgan odam Ramazon oyining oxirgi 10 kunini ibodat bilan o'tkazish tavsiya etiladi. Endi 2026-yil bo'yicha Ramazon oyining oxirgi 10 kuni qachon boshlanadi? Ramazon oyining oxirgi 10 kuni ibodat qilish sanasi 9-mart sanasidan boshlash tavsiya etiladi. Nima uchun? Odatda Ramazon oyi 30 kun bo'ladi. Lekin ayrim yillar 29 kun bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ehtiyotni inobatga olgan holatda 9-mart sanasidan Ramazonning oxirigacha har bir kechani Qadr kechasi deb ibodat qilish tavsiya etiladi. Demak, Qadr kechasini haqiqiy topmoqchi bo'lgan odam payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlaridek Ramazon oyining oxirgi 10 kunini ibodat bilan o'tkazish kerak ekan. Oxirgi 10 kun qachon boshlanar ekan? 2026-yil bo'yicha Ramazon oyining oxirgi 10 kunini 9-mart sanasidan boshlash tavsiya etiladi. Demak, 9-mart sanasidan boshlab 9, 10, 11 to Ramazon oyi tugaguncha har bir kechani ibodat bilan o'tkazgan odam Xudo xohlasa Qadr kechasini topadi ekan. Nima uchun 9-mart bo'ldi? Chunki aytib o'tganimizdek, Ramazon oyi 29 kun bo'lib qolishi mumkin. Keyin hozirda masalan ayrim ixtiloflar bo'lyapti. Masalan, Saudiyada sal bu kunda boshlandi, bizda bunday boshlandi. Shuning uchun hamma ixtiloflarni yig'ishtiraylikda, keling 9-mart sanasidan boshlab Ramazon oyining oxirigacha ibodat qilaylik. Shunaqa qiladigan bo'lsak, Xudo xohlasa Qadr kechasini albatta topamiz. Endi keling, Qadr kechasida qilinadigan ibodatlar haqida batafsil gaplashamiz. Qadr kechasi kuni aynan o'zini o'qilinadigan namoz yo'q. Misol uchun 100 rakatlik yoki bo'lmasa 4 rakatlik aynan maxsus namoz yo'q. Lekin Qadr kechasida quyidagi 12 ta amalni qilish tavsiya etiladi. Hozir sizga batafsil holatda tushuntirib beraman. Qaysi birini qila olsangiz, shuni qilsangiz bo'ladi. Bu majburiy emas. Masalan, hammasini qilish shart emas, lekin hammasini qilsa ko'proq savob umidida tavsiya etiladi. Siz mana shuni bir ko'rib chiqing. Hozir sizga 12 ta amal, Qadr kechasi qilinadigan 12 ta amalni batafsil holatda tanishtirib chiqaman. Qaysi birini siz qila olsangiz, shuni Qadr kechasida qilsangiz bo'ladi. Agar qo'lingizdan kelsa, hamma amalni bajarsangiz ham juda yaxshi bo'ladi. Demak, tanishtirishni boshladik. Birinchi, xufton namozini masjidda o'qish. Agar xufton namozini masjidda o'qiy olmasangiz, imkoningiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, uydagilar bilan jamoat bilan o'qish. Nima uchun xufton namozini jamoat bilan o'qish kerak? Bunga quyidagi hadis dalil bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam kim xufton namozini jamoat bilan o'qisa, go'yo kechani yarmini bedor o'tkazibdi deganlar. Imom Muslim rivoyati. Ikkinchi, taroveh namoziga qatnashish. Taroveh namozini iloji boricha masjidlarda o'qishga harakat qilish kerak. Agar siz taroveh namozini masjidda o'qiy olmasangiz, uyda o'qisangiz ham bo'ladi. Hamda ayollar ham uyda bemalol taroveh namozini o'qisalar bo'ladi. Ayollar uchun ham, erkaklar uchun ham biz taroveh namozlarini o'qish videolarini YouTube kanalimizga joylab qo'yganmiz. Uchinchi, nafl namozlar o'qish. Nafl namozlar deganda eng afzali tahajjud namozini o'qisangiz ham bo'ladi. Tahajjud namozi bilamiz, 2 rakat, 2 rakat, 2 rakatdan jami 8 rakat o'qilinadi hamda oxirida vitr namozi o'qilinadi. Agarda vitr namozini o'qimagan bo'lsangiz. 4-chi, qazo namozlarini o'qish. Misol uchun bomdod, peshin, asr, shom, xufton namozlarida oldingi qazodan qarzlaringiz bo'lsa, masalan 10 yillikmi, 15 yillikmi ayrimlari shunaqa o'qib ketgan bo'lishi mumkin. O'sha namozlarni qazosini o'qisangiz bo'ladi. Faqat farzlari o'qilinadi. Bomdod 2 rakat, peshin 4, asr 4, shom 3 rakat farz, xufton esa 4 rakat farz hamda 3 rakat vitr vojib namozini ham qazosi o'qilinadi. Xo'p, niyat qanday qilinadi? Alloh roziligi uchun qiblam bo'lmish Ka'ba tomonga yuzlanib, oxirgi bomdod namozini qazosini o'qishni niyat qildim. E'tibor bersangiz, oxirgi degan jumla qo'shiladi. Peshinda ham shunaqa, peshinda ham shunaqa, oxirgi peshin namozini qazosini o'qishni niyat qildim. Oxirgi asr namozini qazosini o'qishni niyat qildim. Hammasi shunaqa holatda o'qilinadi. Agar sizda qazo namozingiz yo'q bo'lsa, 5-amalga o'tamiz. Xo'p, 5-Qur'on tilovati.
Qur'oni Karimda arab tilidagisini o'qish juda afzal hisoblanadi. Ramazon oyida iloji boricha ko'proq Qur'oni Karim o'qish tavsiya etiladi. Agarda siz Qur'oni Karimni arab tilida o'qishni bilmasangiz, o'zbek tilidagi tarjimasini o'qisangiz ham bo'ladi, hamda tarjimalarini tafakkur qilish. 6. Zikr. Zikr deganda masalan subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar, la ilaha illalloh tasbihlarini aytish masalan nazarda tutiladi. Har birini eng kamida 100 martadan aytsangiz yaxshi. Subhanalloh 100 marta, alhamdulillah 100 marta, Allohu akbar 100 marta. Yana o'zingiz sharoitingizga qarang. Masalan 33 marta aytsangiz bo'ladi, imkoniyatingizdan kelib chiqib 200 marta, 300 marta qancha ko'p aytsangiz, shuncha yaxshi amal hisoblanadi. Aynan 100 marta degan narsa yo'q. O'zingizni vaziyatingizdan kelib chiqib aytasiz. Xo'p, 7. Istig'for aytish va tavba qilish. Istig'for deganda bizda eng ko'p tarqalgani, mana ekranda arabchasini yozib qo'yibmiz, hamda kiril alifbosda ham yozilgan. Astag'firulloh, astag'firulloh. Mana shu so'zni aytsangiz, mana shu istig'forga kiradi. Hadislarda keladi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kuniga 70 marotabadan ko'proq istig'for aytganliklari keladi. Istig'for aytayotganda faqat e'tibor beramiz. Astag'firulloh. Bizda ko'pchilik x qilib aytib qo'yadi. Astag'firulloh deb. Shunga e'tibor berib ketasiz. G bo'lish kerak. Astag'firulloh. Majna holatda aytasiz. 8. Salovat aytish. Iloji boricha ko'proq salovat aytish kerak. Salovatni ham biz arabcha holatda yozilganini qoldirdik. Agar siz arabchani bilmasangiz, kiril alifbosida ham o'qilishini qoldirdik. Salovatni ham eng kamida 100 marta aytganingiz yaxshi, lekin aytib o'tamiz, yana o'zingizni vaziyatingizdan kelib chiqib aytganingiz ma'qul. 9. Duo. Duo o'zingiz uchun va yaqinlaringiz uchun va ummat uchun duo qilish nazarda tutiladi. Hamda duoda aynan Qadr kechasida o'qilinadigan duo bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan tavsiya qilingan duo bor. Mana ekranda ko'rib turibsiz. Ushbu duoni ham iloji boricha ko'proq aytganingiz yaxshi. Yana o'z sharoitingizga kelib chiqib ko'proq aytaverasiz. Xo'p, keyingisi 10. 10-si ihson qilish, miskinlarga yordam berish. Iloji boricha, ya'ni o'zingiz vaziyatingizdan kelib chiqib ihson qilsangiz bo'ladi. 11-si boya biz hadisda yodingizda bo'lsa, xufton namozini jamoat bilan o'qish degan edik. Hamda 11-si bomdod namozini ham jamoat holatda o'qish hisoblanadi. 11-chi shu. Nimaga desangiz, hadis bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim xufton namozini jamoat bilan o'qisa, go'yo kechani yarmini bedor o'tkazibdi. Kim bomdod namozini jamoat bilan ado qilsa, go'yo kechaning barchasini namoz o'qibdi deganlar. Imom Muslim rivoyat. Shuning uchun iloji boricha bomdod namozini ham jamoat bilan o'qish afzal hisoblanadi. Xo'p, keyingisi iloji boricha ibodatlarni hamma turlarini qilishga harakat qilish kerak. Masalan, ihson qilish, sadaqa qilish, duo, salovat, shu ekranda ko'rib turgan 12 ta holatda tavsiya qilgan ibodatlarni qilsangiz bo'ladi. Hamda iloji bo'lsa, videoga like bosib qo'ysangiz, bu 10 ta odamga yetib borishiga xizmat qiladi. Inshaalloh sizga ham savobi tegadi. Xo'p, shu 12 ta amalni qilib bo'lganingizdan so'ng yana vaqt qoladigan bo'lsa, iloji boricha ko'proq Qur'oni Karim o'qish tavsiya etiladi. Chunki Ramazon oyi Qur'on o'qish oyi hisoblanadi. Agarda siz arab tilidagi Qur'onni o'qishga qiynalsangiz yoki bo'lmasa qaysi joyini tushunmay qolsangiz, biz Telegramda guruh ochganmiz, yordam guruhi. Video ostida manzilini qoldiramiz. O'sha guruhga kirib, masalan, Qur'oni Karimda biron bir joyini suratga olib tashlasangiz, biz sizga qanday o'qishga yordam qilamiz va savollaringiz bo'lsa ham Telegramdan yozsangiz bo'ladi. Eslatib o'tamiz, Qadr kechasi qachon? Qadr kechasi Ramazon oyining oxirgi 10 kunligida yashirilgan. Agarda siz Ramazon oyini oxirgi 10 kunini ibodat bilan o'tkazadigan bo'lsangiz, Xudo xohlasa, siz Qadr kechasini topasiz. Keyingi videolarimizgacha salomat bo'ling.